Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Samarqand viloyati Toyloq tumani Uzuntepa mahallasiga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz 355 ga 390 razmerga olib kelib o'rnatildi. 12,5 million so'm o'sh summasi olib kelib o'rnatildi. Eniga 355, bo'yiga 390 razmerga o'rnatildi. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari shviller bo'ldi, ramkasi kurgovoy shviller. Ichidagi profillari 6 ga 4, 1,5lik stenada, listlari 2lik listda bo'ldi. Juda baquvvat chiqdi darvozamiz, juda ko'rkam. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz orqa holatlari. Orqa holatlari darvozamizni. Tekis plotniy bo'lib juda chiroyli holda o'rnadi. Zamoklar har doim o'rnatilgan o'sha zubur zamok, rossiyskiy zubur zamokdan. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановка mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kanalimizni doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, darvoza o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.